Inna dunya kulluha mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atus solihah. Rasululloh aytadilar. Dunyoning hammasi o'zi bitta mato. Dunyo o'zi mato. Uning eng yaxshi matohi soliha ayol. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Biz ko'p o'qiydigan duo. Tafsir ulamolar aytishadi, dunyo hasanoti deydi. Mana Alloh taolodan dunyoda ham hasanot ber, oxiratda ham hasanot ber deb so'rayapmizmi? Dunyo hasanoti nima deb so'raganlarida tafsir olimlar aytishadi, soliha ayol. Soliha ayol. Qarasang ko'zing